3 marta turmush qurib, 3 marta ajrashganman. Nilufar Usmonova hayotidagi kemtiklar va Jamshid Bobojonov bilan munosabatlari haqida. Kanalimizni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Xonanda Nilufar Usmonova Jamshid Bobojonov bilan do'stligi, farzandlar tarbiyasi hamda hayotda anglagan haqiqatlari haqida so'zlab berdi. Muxlislarimning san'atimga nisbatan simpatiyasi kuchli. Aktyor sifatida o'ynagan rollariga nisbatan Jamshidga sevgilari ham kuchli. Uni duo qiladigan hoji-onalar bor. Menga ko'pincha siz jamaga turmushga chiqib oling deb hatto hoji onalar ham yozadi. Ba'zan iltimos, ba'zan qarg'ish bilan ham yuqoridagidek gaplarni yozib qolishadi. Shunday yaxshi bolani menimcha begonalardan qizg'anishadi. Yana kimlardir bular do'st deydi. Aslida ham biz do'stmiz. Do'stligimiz jigarlikka o'tib ketgan desam ham bo'ladi. Xuddi ota-onasi boshqa bo'lgan opa-uka, aka-singildek deydi Nilufar Usmonova. Har bir davrda insonlar san'atga har xil qaragan, shuning uchun turlicha baho bergan. San'at shunchalik kuchliki, uni ba'zan la'nat deb ko'rishadi. San'at insonlarni birlashtiradi, ruhiga taskin beradi, yo'naltiradi, nazorat qiladi, insonlarni ortidan ergashtira oladi. Bu juda kuchli narsa degani. Eng kichkina san'atning ham muxlisi bor. Har davrda bunga turlicha qarashgan. Masalan, qadimda kimdir qizil sochli, ko'k ko'zli bo'lsa, jodugar deb yoqib yuborishgan. Insonlarni nafaqat xursandchiligida, balki g'am alamida yoki o'zi qolib oynaga qarab ayta olmaydigan gaplarni san'atkor unga taskin qilib beradi. Kimningdir qalb og'rig'iga taskin berayotganimdan baxtliman. Agar shu narsa uchun la'natlangan bo'lsam, men bunga roziman. Lekin bir narsa bor, hammasi niyatga bog'liq, deydi xonanda. Taniqlilik vaqtimni, erkinligimni olyapti. Shunga qarab Allohning yaxshi ko'rgan bandasi ekanman deyman. Ishimdan nolimasligim uchun Alloh menga qandaydir yetishmovchiliklar berib qo'ygan. Hayotda ba'zi bo'shliqlar bo'ladi va men shu bo'shliqlarimni san'atim, ish bilan to'ldiraman. Hammaning hayotida qandaydir yetishmovchiliklari bo'larkan baribir. Ichki ruhiyatim tomonlama men uchun bo'sh vaqt deyarli bo'lmasligi aslida yaxshi. Chunki men hozir moliyaviy tomondan emas, ruhiy tomondan shunga muhtojman. Tabiatan ta'sirchan, his-tuyg'ularsiz yashay olmaydigan insonman. Shuning uchun ham san'at juda band. Hayotimni rang-barang qilib turibdi. Har doim Allohdan minnatdorman. Rizqimni aynan san'atdan topayotganim uchun. Agar mana shunday intizomda yashamaganimda, kim biladi, balki boshqa kamchiliklar meni yomon holatga solib qo'yardi, deydi Nilufar Usmonova. San'atkorlik qiyin kasb bo'lgan holda jurnalistika ham o'ta nozik kasb. Birovning aybini olib chiqish, oshkor qilish, birovning nozik tomonini fitna orqali ochish bu eng katta gunoh. Agar dunyo qonunlarga ishonadigan bo'lsak, qaytar dunyo bor narsa. Yaxshiligingiz ham, yomonligingiz ham bumerang bo'lib o'zingizga qaytadi. Biz hozir birovning aybi bilan tirikchilik qiladigan zamonda yashayapmiz, lekin inson qalbini asrashimiz kerak. Menga turmush o'rtog'im haqida ko'p savollar berishadi. Bu o'ta shaxsiy savol aslida. Agar kimdir o'zi uchun qiziqib so'rayotgan bo'lsa, kamera ortida suhbatda aytaman. Yana shuni aytmoqchimanki, insonning baxtli ekanligi uning ko'zlarida aks etadi, deydi u. 3 marta turmushga chiqqanman va 3 marta ajrashganman. Birinchi turmush o'rtog'im olamdan o'tgan. Taqdir taqozosi bilan shunday bo'ldi. Shu hayotni yashab o'tganimdan roziman. 5 farzandim bor. 3 o'g'lim, erkagim bor meni sevadigan. Saidazamxon, Ibrohimxon, Sulaymonxon. Bular mening qanotlarim, tog'larim. Yoshroq paytlarimda farzandlarimga mehrim bunchalik bo'lmagan. Yillar o'tgan sayin onalik muhabbati oshib borar ekan. Shu sababli bugungi yosh onalarni muhokama qilmayman. Chunki vaqtida o'zim ham ularday bo'lganman. Hali bola paytimda ba'zi kamchiliklarim bo'lgan bo'lsa, keyinchalik farzandlarim 3, 4, 5 nafar bo'lishganda Alloh menga bergan ne'matlarni jiddiyroq tushunib yetganman. Ertangi kundan umidim borligi uchun hozir hayotdan boshqacha rohatlanaman. Farzandlarim mendan keyin ham umidim bo'lib qolaverishadi. Dunyodan o'tsam ham ruhim, xotiram ular sabab tirik bo'ladi, deydi xonanda. Hammaning orzu-havasi, yetishmovchiliklari bo'ladi hayotda. Kimdadir pul, kimdadir yor, boshqa birovda farzand, yana kimdadir vaqt yetishmovchiligi. Menda ham 1-2 yetishmovchilik bor. Bu narsalar yetishish uchun har tomonlama izlanishdaman. Psixologiyani o'qisak boshqalarga emas, vijdonan yashashing kerak degan ma'no chiqadi. Lekin ba'zilar shuni ham pul uchun yo'nalishlarga bo'lib tashlashdi. Bunga ham aql kerak aslida. Pul qilib sotish uchun insonlar hozir o'z xarakterini qayta sochishyapti. Kimdir o'tirib, sen shundaysan, kuchlisan kabi allambalo gaplar bilan. Shu gaplar uchun pul to'lab, ruhlanib chiqib ketasiz oldidan. Lekin olimlarning, sufiylarning kitoblari rostdan ham o'rganish kerak bo'lgan narsa. Hali onam o'qiydigan kitoblar darajasiga kelmadim. Masalan, onam G'azzoliyning kitoblarini o'qiydilar. Misol uchun onam Yulduz Usmonova bo'lsalar, u kishining ham nabiralari, ishi, turmush o'rtog'i bo'lsa-da, ularga nimadir yetishmaydi. Ya'ni o'rganishga
o'rganadi. Demak, hali ham yetishmovchilik bor hayotida. Izlanyapti, to'xtamayapti. Men ham andozani onamdan olaman. Ularga o'xshab izlanaman. Odamlarga kitoblardan ko'ra hozir kim bilandir urushgani qiziq. Masalan, bir qo'shiq chiqarib Instagramga qo'yay. Odamlarga bu qiziq emas. Undan ko'ra mening hayotimga ko'proq qiziqishadi. Biz mana shunday jamiyatda yashayapmiz. Ikkita-uchta kontent kerak hozir. Hayotda u qadar baxtli bo'lmasa-da, o'zini ijtimoiy tarmoqlarda rang-barang hayotda yashayotgandek ko'rsatish uchun, deydi xonanda. Agarda sizga mashhurlar hayoti qiziq bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting.